Ozod Sharafiddinov tanlangan asarlar ma'naviy kamolot yo'llarida bardosh va sadoqat. Yozuvchi adabiyot tamovuiga ko'proq odam yozmog'i kerak, der edi Abdulla Qahhor. Ya'ni yozuvchi asarlarda shunday obrazlar yaratilsinki, ular kitob sahifalaridan chiqib, hayotdagi odamlar safiga qancha ko'p qo'shilsa, shuncha yaxshi. Said Ahmad butun ijodi davomida ustozning bu o'gitiga qat'iy amal qilishiga intildi. Mana 50 yildirki, u hikoyalar, ocherklar yozib, fleydonlar va hajjalar yaratib, qissalar va romanlar barpo etib, komediyalar ijod qilib, ularga odamlarning qalbiga kira oladigan, ularni yaqin do'stlariga, hamdardlariga aylanib, og'rig'ini yengil qila oladigan, ruhiga madad beradigan jonli xarakterlar silsilasini yaratdi. Bugun O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad 70 yoshga to'ldi. Bu qutlug' sanani u cho'lda o'sgan yakka chinordek yolg'iz bir o'zi qarshi olayotgani yo'q. Nazarimda shunday tuyuladiki, bugun uning qatorida uning qutlab xizmatiga mushtarak muntazir bo'lib, qo'lini ko'ksiga qo'yib cho'l burgutlari, o'rik domlalar, Ikromjonlar, Azizxonlar, Farmonbibilar turishibdi. O'zbek kitobxonlariga ko'pdan beri yaxshi tanish bo'lgan bu qahramonlar nechog'lik mashaqqatli izlanishlarning hosilasi bo'lganini, qanday ijodiy to'lg'oqlar va dardlar natijasida dunyoga kelganini adibning o'zi biladi. Said Ahmad qahramonlarning ko'pchiligini allanechuk inja bir san'at bilan yaratilgan. Ularning xarakterida hayot haqiqatning salmoqli qirralari ifodalangan. Ular betakror milliy ranglarga ega. Ko'plari yumorga yo'rilgan. Bularning bari qo'shilib ularga betakror o'ziga xoslik, teran insoniy joziba, latif bir samimiyat baxsh etadi. Said Ahmad qahramonlarning har qaysi to'g'risida ancha keng gapirishi mumkin. Ammo men butun faqat bir qahramon haqida, uning bir sifati to'g'risida gapirmoqchiman. Bu Ikromjon. Ikromjon Ufuq trilogiyasining markaziy qahramoni. Said Ahmad alohida mehr bilan yaratgan obrazlardan biri. Ikromjon Said Ahmad ijodida yangi yutuq, yangi barkamol obrazlardan biri. U g'oyat hayotiy. Uning xatti-harakatlari, qiliqlari, gap-so'zlari ruhiy jihatdan chuqur dalillangan. Bu maqolada men Ikromjonning obrazining hayotiyligini ta'minlagan bir omil haqidagina to'xtalmoqchiman. Xolos. Mening nazarimda Ikromjon obrazi avtobiografik obraz. Said Ahmad o'z hayotidanmi, o'z xarakteridanmi, yoxud o'z taqdiridanmi biri bo'lgani shunday olgan u Ikromjonga baxsh etgan. Shuning uchun Ikromjon Said Ahmadning o'ziga o'xshab chiqqan. Tabiiyki, bu o'xshashlik muallif bilan qahramonning tashqi qiyofasida yoxud biron bir qiliqlarning mushtarakligidan emas. Men Ikromjon obrazining avtobiografik jihati haqida gapirdim. Ammo bundan muallif bilan qahramon biografiyasi ning qay bir nuqtalari o'xshash ekanda degan xulosa chiqarmaslik kerak. Aksincha, ularning hayot yo'llarida batamom biridan uzoq. Xo'sh, unda nimaga asoslanib yuqoridagi fikr aytilyapti? E'tibor bersangiz, Ikromjon juda qat'iyatli, g'oyat bardoshli, o'z e'tiqodiga, o'z do'stlariga yaqin odamlariga sadoqatli bir shaxs sifatida ko'rsatiladi. U hayotda har qadamda hal qilib bo'lmaydigan mushkul savollarga ro'bara keladi. Taqdir uning boshiga o'ta shafqatsizlik bilan zarbalarni yo'lladi. Hatto o'g'li Tursunboy qochoq bo'lib qolganida bu ijodni isnodni ko'tarishga ham majbur bo'ldi. Taqdirning bardoshligini qarangki, Ikromjonning o'z jigarbandiga qarshi miltiqdan o'q uzishiga majbur qildi. Bundan ortiq bedorlik, bundan dahshatliroq fojia bo'larmikan? Ammo eng hayron qoladigan va balki eng qoyil qoladigan ham shundaki, Ikromjon taqdir zarbalarining hammasini mislsiz bir bardosh bilan yengib o'tadi. Ularning ta'sirida ataladay yoyilib ketmaydi, e'tiqodidan kechmaydi. Bardosh va sadoqat Ikromjonga insoniy joziba ato etgan asosiy qudratdir. Ikromjon bilan Said Ahmad o'rtasida yaqinlik ham ayni shu nuqtadadir.
Gap shundaki, hayot tegirmonida o'zi bilan obdon sinovdan o'tmagan, taqdir zarbalaridan ayovsiz qudratini o'zi tatib ko'rmagan, bir-biridan shafqatsiz hayot sinovlariga o'zi dosh berib ko'rmagan odam Ikromjondagi bardosh va sadoqatni bu qadar ishonarli tasvirlay olmas edi. Ha, Ikromjondagi bardosh va sadoqat aslida Said Ahmadniki. Ikromjondagi obrazning avtobiografik xarakteri haqida gapirganda shuni nazarda tutmoqdamiz. Bunga amin bo'lish uchun adibning hayoti yo'liga bir nazar tashlash kifoya. Ajabki, har qadamda baxtlar vodiysi yastanib yotgan bizning gulshan zamonimizda Said Ahmaddek adibning hayoti dramalariga nafaqat drama, chinakamiga alamli achchiq fojialar to'la bir tarzda kechdi. Said Ahmadning birinchi hikoyalari bosilib chiqqanda bo'lajak xalq yozuvchisi 17 yoshda edi. Birinchi asarni bosilishi odam uchun katta baxt. Albatta, tramvay bekatida kimnidir kutib turgan yigit sening hikoyang bosilgan gazetami yo jurnalni ko'zdan kechirayotgan kunni ko'rib, bir dunyo quvonchga to'lmasliging mumkin emas. Hatto o'sha yigitning oldiga borib, hikoya meniki, uni men yozganman devorishdan ham o'zingni zo'rg'a to'xtatib qolishing mumkin. Bular bari tushunarli. Ayniqsa 17 yoshlar yigitning quvonchini tushunsa bo'ladi. Ammo Said Ahmad qachon 17 yoshga to'lgan edi? 1937-yilda shu javobni o'ziyoq yosh muallifning ilk quvonchi qanday alamlarga qarshi bo'lganini ko'rsatmaydi. Axir butun dunyoga o't ketib yotgan bo'lsa, tevarak atrofingda qama-qama havosi to'lqin urayotgan bo'lsa, ustoz deb yurganing odamning ertasiga dushman chiqayotgan bo'lsa, yuzlab va balki minglab tanishlaring, qarindosh urug'laring begunoh qamalayotganidan yoxud hech gapdan hech gap yo'q, issiz yo'q bo'lib qolayotganidan faryodlari ko'kka chirmashib yotsa, qanday qilib sen yakka o'zing baxtli bo'lasan? Quvonching qanchaga yetadi? Aksincha, sening ham ko'nglingga qo'rquv uya quya boshlaydi. Sen ham umum qatori vahimaga tusha boshlamaysanmi? O'zingni mutlaqo begunoh his qilsang-da, allaqanday yovuz kuchlar seni ham tobora zichroq urib qolayotganini his qila boshlamaysanmi? Ha, 1937-yilda ustiga Baxtlar vodiysi degan yaltiroq qog'ozda yopishtirilgan, aslida esa har go'shasida qo'rqoqlik hukmronlik qilgan zulm istibdod diyori uzr-kesil qurib bitkazilgan edi. Bu diyorda istiqomat qiladigan odam yo vijdonini yutgan, yaqin do'stlariga hech aqrabolariga xiyonat yo'liga kirgan bo'lmog'i yoxud esa mislsiz mushkulotlarga, tahdidlarga dosh berib bardosh qilmog'i lozim edi. Said Ahmad ikkinchi yo'lni tanladi. Mash'um 1937-yili Said Ahmadni chetlab o'tdi, biroq unga rahmi kelgani uchun shunday qilgan yo'q. Haftadan 17 yoshar bolaning nimasini zulm tegirmoniga tashlayman, hali juda g'o'r-ku, yura tursin, pishsin, o'z fursatini kelar. Mening qo'limdan qayoqqa ham qochib qutulardi degan o'yga bordi. Uning keyingi hayoti ham oson kechmadi. Biroq Said Ahmad 1937-yil sirtmoqdan omon qolgan bo'lsa-da, Nizomiy nomidagi pedagogika institutini o'qib yurganda ham keyinchalik ro'znoma va jaridalarda, radioda, yosh tomoshabinlar teatrida ishlab yurgan kezlarda o'zini qanoti qayrilgan qushdek, tili bog'langan odamdek his qildi. Axir endi kuchga to'lishib, g'ayrating jo'sh urib, kuching ichingga sig'may qolayotgan odam uchun bundan ham og'irroq holat bo'ladimi? Bunday sharoitda ilhom parisi ham ko'zdan nariroq yurishga urinadi. Said Ahmad bu yillar mobaynida kam yozdi. Bir necha yil qattiq urinishdan keyin yili qadrdon dalalar qissasini yozdi. Lekin yosh ijodkorning omadsizligini qarangki, bu qissa chiqib ulgurmay VKPB Markaziy komitening Zvezda va Leningrad jaridalarida haqidagi mash'um qarori chiqdi. Adabiyotda yana ur-yiqitdan qama-qamalarning yangi to'lqiniga olib keldi. Buning bari 50-yilda. Bu galgi to'lqin Said Ahmad ham yamlab o'tdi. Uni aks inqilobiy faoliyatda ayblab 10 yilga hukm qildilar.
Zig'irdek aybi yo'q, biron bir gunoh qilmagani, birovning mushugini pish demagani Said Ahmad 5 yil davomida qamoqning qora noni bilan qo'lansa bo'tqasini yeb kun kechirdi. 1955-yilda shaxsga sig'inish fosh qilingandan keyingina u qamoqdan chiqdi. Albatta, qamoqda ham hayot davom etadi. Odam bir kunini ko'radi, ammo qamoqdagi hayot teskari hayotdir. Inson mohiyatiga batamom zid hayotdir. Qamoq qadriyatlari aksir qadriyatlardir. Solzhenitsynning Ivan Denisovichning hayotining bir kuni degan qissasini eslang. Odam bir kunini ko'ray deb, bir tishlam nondan mahrum bo'lib qolmay deb, ne xo'rliklarga chidashga majbur. Bu sharoit insondagi jami insoniylikni mahv etishga, uni toptashga qaratilgan. Bu do'zax azobidan pokiza iymon bilan mustahkam e'tiqod bilan eson-omon qutulib chiqish uchun odam g'oyatda bardoshli bo'lmog'i kerak. Said Ahmad bu azoblardan omon chiqdi. Insoniy sifatlarni yuragidagi mehrni yo'qotmay chiqdi. Yor dunyoga qaytib chiqqach, yovuzlik mayallariga berilmadi. Kimlardandir o'ch olish payiga tushib, butun dunyoga zarda qilmadi. Zohiran tan bermay taqdiriga ko'rinsa-da eng shimarib ijod qilishga kirishadi. Va o'sha yillarda sarflanmay yig'ilib qolgan mehrini asarlarda qahramonlarga hovuchlab sochdi. Said Ahmadning bardoshi, vafosi, sadoqati haqida gap ketarkan, yana bir narsani aytmoq joiz. Biz bir masalada ko'p vaqt erlarning xotirasiga sodiq qolgan ayollarning vafodorligini gapiramiz, xotiniga sodiq qolgan erkaklarning vafodorligini ko'pdan tiliga olmaymiz. Avvalo, er xotinini bir-birini bevaqt judo qilmasin. Ammo hayot hech kim dunyoga ustun bo'lmaydi. Qazo haq. Shunisi borki, eridan ajralgan ayolning yolg'iz yashab ketishi osonroq, biroq erkak odam, ayniqsa yoshi ulg'ayib qolganida yolg'iz qolsa, o'zini ro'zg'or tebratishini 10 chandon qiyinroq. Taqdir bu masalada ham Said Ahmadni juda qiyin sinovga duchor qildi. Uning rafiqasi Saida Zunnunovaning umri qisqa ekan. U 50 yoshga to'lmayoq olamdan ko'z yumdi. Ularning yagona qizlari bor edi. Hali 16 ga to'lmagan qizning butun tashvishi va tarbiyasi ro'zg'or ishlarida maktab ko'rmagan Said Ahmadga qoldi. Bilmadim, bunday sharoitda Said Ahmad qozon tovoqni, kirchirni, sport sitirni qanday epladi ekan? O'zini qanday epladi ekan? Har holda juda qiynalib ketgan yaqqol sezilib turardi. O'sha kezlari Said Ahmad ko'zlari kirtayib, o'zi ozdirib to'zib, hatto burni ham bir qadar kichrayibroq qolganday edi. Bir kuni 3-4 kishi birlashib uni o'rtaga oldik. Unga har tomonlama nasihatlar qildik. Saidaning chirog'ini yoqib o'tirganing yaxshi, lekin har holda 60 ga kirmagan erkakning bo'ydoq yurishi ham ravo ko'rilmaydi. Orqada oldinga qarab, bas-balandni surishtirib o'zingga munosib biron ayolga uylan. Orqa-varotdan senga og'iz solayotgan suqsurdek ayollar ham yo'q emas dedik. Said Ahmad kuldi-yu, indamadi. Keyin yana shunday og'iz ochgan edik, qo'yinglar akalar, bo'lmaydi deb gapni qisqa qildi. Keyin esa boshqa bir suhbatda yorildi. To'g'ri, yolg'iz erkakning ahvoli og'ir bo'ladi. Mana yoqalar ham kir bo'lib ketgan. Lekin shunday bo'lsa-da, men Saidaning xotirasiga xiyonat qila olmayman. Uning vafodorligini oyoq osti qila olmayman. Lop etib ko'z o'ngimdan 50-yillarning oxiri o'tdi. Men o'shanda Dolfonda o'qirdim. Saida bizdan bir kurs pastda o'qirdi. Biz hammamiz uni juda hurmat qilardik. U paytlarda shoiralar hozirgidek gurros emas, barmoq bilan sanarli edi. Saida Andijondan kelib, qizingiz yozdi degan birinchi kitobini chiqarib hammaning hurmatini qozongan edi. Uni yozuvchilar uyushmasiga qabul qilishdi. Adashmasam, o'sha kezlarda talabalar orasida yozuvchilar uyushmasining a'zosi yolg'iz Saida edi. Buning ustiga fe'l-atvori ham juda go'zal, kamtari kamsuqum edi. Oradan ko'p o'tmay Said Ahmadga turmushga chiqdi. Biz juda xursand bo'ldik, chunki kuyovni ham yaqindan bilardik. U bilan ulfatchilik qilganimiz ham bor edi. Ular bir-birlariga juda munosib edilar. Ular dostonlar maqtasa arziydigan risoladaydik kelin-kuyov edilar.
Ammo hayotning notantiligini qarangki, ular bir-birlarining mehriga qo'nib ulgurmasdan dahshatli fojia yuz berdi. Hey yo'q, be yo'q, kuyov xalq dushmani sifatida qamaldi. Said Ahmadning qamoqda nasibasini totib yotgandir. U paytlarda biz bundan bexabarmiz. Ammo ko'z o'ngimizda bizning do'stimiz, fakultetdoshimiz Saidaning boshiga og'ir kunlar tushdi. Uni yozuvchilar uyushmasidan haydashdi, o'zini siyosiy jihatdan ishonchsiz deb baholashdi, asarlarini bosmay qo'yishdi. Fakultetda ham muhokama qilishdi. Unga qo'yilgan ayblar, aytilmagan ta'nalar qolmadi. Uning boshi aybi xalq dushmanining xotini bo'lgani edi. Shu tufayli o'zi ham, hatto 2 yil avval kimgadir daftarini berib turmagani ham siyosiy vajdan deb baholashdi. Tasavvur qiling, kechagina istiqboli porlab turgani, katta hayot yo'lida endigina qadam qo'ygani, ko'nglida ne ijodiy rejalarni pishirayotgan 24 yoshlar juvonning qarshisida hamma eshiklar birdaniga yopilgandi. Aytgancha, bu azoblarning hech qaysi Saidaning boshiga tushmasligi mumkin edi. Biz buning uchun Saida kichkinagina bir mard shartga ko'nsa kifoya edi. U yerdan ajralishi, menga bunaqa xalq dushmani kerak emas deb hammaga jar solishi kerak edi. Aftidan bunday qilish uncha qiyin emas edi shekilli. Chunki o'sha kezlarda biz taniydigan ba'zi bir ziyoli ayollar qamalgan yerlaridan osongina ajralib ketishgan. Ular qaytib kelishgach esa yana osongina ularga tegib olishar edi. Ammo Saida ham o'lguday o'jar ayol ekan. Boshimda tegirmon toshi yurgizsang ham erimni dushman ekanligini isbot qilib bermaguningcha men undan yuz o'girmayman deya turib oldi. Hech qanday do'q-po'pisa uni aftidan qaydara olmadi. O'shanda Saidaning butun kelajagi dovga tikilgan edi. U Yamancha asr sez bo'lish hali bilmas edi. Shaxsga sig'inish degan gaplar qoralajagidan bexabar edi. Uning adabiyot dargohida butunlay quvilish, bir umr zor-zorlikda o'tib ketishi haqida shubha qilmaydigan haqiqat edi. Buni past jussasi, kichik sinchilikka o'xshaydigan Saida o'shanda insoniylik bobida, vafodorlik bobida, sadoqat bobida aqlimiz bovar qilmaydigan chinakam qahramonlik ko'rsatgan edi. Hozirgacha bo'lmaydigan bunday odamlarning zolasi loydanmikin yo oltindanmi? Said Ahmad Saidaning xotirasiga xiyonat qila olmaydigan deganimda shuni nazarda tutgan edi. Shu gapdan keyin taklifimiz nechog'lik o'rinsiz va bachkana bo'lganini his qilib, ikkinchi bu masalaga og'iz ochmaydigan bo'ldik. Men o'shanda yana bir karra Saida bilan Said Ahmadning bir-biriga juda munosib bo'lgani haqida ishonch hosil qilgandim. Qanoatda Saida filcha bo'lurmi hay degan misra bor edi shoiraning. Uni qanoatda Said Ahmad filcha bo'lurmi hay desak, shoiraning ruhi ranjimas. Ha, bardosh, qanoat, sadoqat Said Ahmadning xarakterining ichki mohiyatini tashkil qiladi. Bu esa poklikdan, halollikdan, vijdonlikdan tug'iladi. Bularsiz hech qanday ijodkor ijodda biron marrani egallab olmaydi. Bugun Said Ahmad erishgan yuksak marralar ko'z oldimizdan keltirar ekanmiz, uning xalqimiz tiliga tushgan, diliga joy olgan eng yaxshi asarlarini o'ylar ekanmiz, adibning qanoat va bardosh bilan bosib o'tgan mashaqqatli umr yo'lini xayolimdan o'tkazaman. Adibning suratiga bir qarang. Ko'kish qiroviga o'xshab qolgan sochlar, turtib chiqqan yanoqlar, yuzni zamon amochining o'tkir tishlari qoldirgan ajin izlari qoplagan. Lekin ko'zlari hamon tiyrak, hamon nurli, bu chehradan nuroniylik barq urib turibdi.